Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz podpishchilari. Bugun adres Bolidalardan shunday bir 200 kvadrat hovli joyimiz sotuvga qo'yilgan ekan do'stlar. Shuni sizlarga ko'rsatib o'tamiz inshaalloh bilan tanishtirib. Eshikimiz elde stashga bo'lgan, kanalizatsiyalar tushirilgan. Eshiklarimiz, darvozalarimiz demir darvozadan qo'yilgan. Girganimizdan shunday hovli, girgandan qo'li tapchalar qo'yilib, shunday chiroyli qo'yib turgan gullarni kelib mebel daraxtlar. Eshikimizga, xonadonimizga giraverish qismimiz stupenkalari tashkillangan beton qo'yilib, xonadonimizga girganimizdan chap tarafimizda ekonomik kotyollar qo'yilgan. Uyimizga pollar taxta poldan, o'ng tarafimizda rakovina mastasi, avtomatlari qo'yilgan. Girganimizdagi hovlimiz bu do'stlar. Uyimizga girgandan hovlimiz shunday ko'rinishda. Televizor qo'yilgan zonamiz bu bedayning. Xonadonimizga girgandan zalimiz 4'e 10 tushgan zalimiz do'stlar. 4'e 10. Bu hovli joyimiz shpaklovka urilib, fona tayyorlatib qo'yilib turibdi. Отопление o'tirilgan. Xonadonimizga girgandan o'ng tarafimizda zalimiz, gostinimiz bu. Eshiklarimiz MDF eshikdan qo'yilgan. Zalimizga girsak do'stlar, zalimiz poli taxta poldan qilingan. Oqlanib turibdi. Отопленияlar, registrlar avvalgi отоплениyadan mustahkam, yaxshi. Yani shunday ko'rinishda zalimiz do'stlar. Oqlanib turibdi. Doğru ya fon berasizlar ya oboy qistirib berasizlar. Tayyorlanib turibdi. Oboya ya fona. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin doğrumuzda spalnimiz bu. Spalnimiz ham do'stlar shunday ko'rinishda spalnimiz ham. Pol, taxta pol. Registrlari demir registrdan qo'yilgan. Bu yerimizda zinamiz teyinda bir garderob nima aytib berasingizlar ham bo'ladi. Zinani teyini kattagina qilgan. Chap tarafimizda bir de kuxnyamiz. Kuxnyamiz ham shunday ko'rinishda. Отоплениялар o'tirilgan. Pollar taxta polatilgan. Boq tarafimizga chiqsak, boq tarafimiz ham do'stlar yine shunday ko'rinishda. Letning tualeti bor. Siyashkatilingan. Davaraklab. Hovli joyimizni kvadrat metri 200 kvadrat metr do'stlar. Общий yer maydoni 200 kvadrat metr. Birinchi etaj bilan demonstrab o'tdik do'stlar. Birinchi etajında bir zal, bir spalni и bir hol. İkinci etajdan chiqaverish zinamiz taxtadan bo'lgan, laklanib turibdi. İkinci etaja çıksak, ikinci etajımızda holumuz shunday ko'rinishda. İkinci etaja chiqqandan laminat polatilgan. İkinci etajimiz registrlar tashab o'tilgan bu yeri. Bu yerda bir zal tushgan. Bu yon tarafimizda bir zal, bir spalni, 2 zal, bir spalni tushgan bir do'stlar. Zalimiz shunday ko'rinishda. Aynalar akva plastik, registrlar o'tirilgan. Bu yerimizni polatilmagan. MDF eshiklar qo'yilgan.
Vanda spalnimiz bu. Spalnimizin görünüşü. Şimdi görünüşte yine. Doğrusunda ikinci zalımız. Eşikleri imdif etilingen. İmdiften koyulgan eşikleri. Bu zalımızdan şimdi 5'e 7 düşken dostlar. 5'e 7. Şimdi görünüşte yine. 2 ayna deşana qaragan registrle ötülüyen bir nem şu pol atılmayan dostlar. Pol atıp verseniz bir fon verseniz tayar joy olup turaveradi. Sizlere görsemiz deyen joyimiz şu yerda dostlar. Toshkentga salıngan bol idarada 200 kvadrat metre hovli joyimiz. Puluna gelsek dostlar 680 milyon deb turibdi. Kelishiladigan yeri bor. Gelsengizlar görüp gelishib olaverasizlar dostlar. Uy egasi bilan. Ekranlarda nömerlerini koyamiz. Telefon etsengizlar gaplashib, gelishib olaverasizlar dostlar. Esa keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz dostlar. Like bilan podpiska etishni yoddan chiqarmanglar dostlar. Like podpiska etib borsangizlar sizlarga yaxshi sifatli joylarni ko'rsatib boramiz. Kvartira, joy oladigan bir niyat qo'ygan yurtdoshlarimiz bo'lsa, ekranlarda nomerlarimizni qo'yamiz. Murojaat etsangizlar sotishingizga ham yordam etamiz do'stlar, reklama etib beramiz, sotib beramiz. Olajak bo'lsangizlar ham yaxshi joylarni topib beramiz do'stlar. Esa hammaga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Keyingi roliklarda görüşguncha deb qolamiz. Xayr do'stlar, sog' omon bo'linglar.